Bunlarımız akajon bir dona gulmi, ikki qaltaki qozoqni kipayi, yo'q gapni eshitdik. Aka bir dona yerangoq piriz bilan bitta beda piriz, dastavkasi ichiga olib borib o'zingiz beraman, bor barakana. Yo'q akajon, beraman akajon, aslo beraman. Men aka dangal mard odamni yaxshi ko'raman. Bu buyosmi aka, bu qochib ketgan. Aka bu hali yo'lini qidatmagan. Yo'q, Yo'lini qidatmagan. Okira akajon bu. Okira hali qiz bola akajon. Men qorni kattaga buyosmi aka. Akajon turishini. Mol sotmaydi bu odamlar. Akajon men sochib berolmayman akajon. Foydasi bor akajon. Aka o'g'limdan chiqib ketdi aka. Elektron ayollarga chiqargandan nuqta qilib olgan aka. Berolmayman aka. Turish akajon. Mana savollaringizni deyapti. Necha pul savdosi bo'lyapti aka buni? 10 million so'rayapti. 10 million. Necha pul bo'lsa ol dedingiz? 10,5 bo'lsa ol deyapti. Yoshi yetganmi? 1 yoshga yetgan G'onajin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, ahli O'zbekiston, sog'misizlar, salomatmisizlar, akalar, opa-singillar. Bugun 25-oktyabr hafta kunida shanba 2025-yil biz Surxondaryo viloyati Oltinsoy Mirshodi mol bozoridamiz. Do'stlar, sog'in sigir narxlarini video syomka qildik. Endiki navbatimiz G'onajin tanalar narxlarini video syomka qilamiz. Xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni Instagram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib qolamiz. Musulmonjon Ibragimov desangiz, sotilgan bozordagi real sotilgan narxlarni yoritib boryapmiz. Instagram kanalimizda post bersangiz Musulmonjon Ibragimov deb topishlaringiz mumkin. Kuzatib boring. Rahmat barchaga. Assalomu alaykum. Aka necha pul savdosi bo'lyapti bularda? 12,5 ga 11,5 savdosi bo'lyapti mana. Semiz bordo qilib qo'yiladi do'st. G'onajinlar ko'rishlaringiz mumkin. Go'shga. Assalomu alaykum aka. Necha pul savdosi bo'lyapti bularda? Mana do'stlar, Musulmonjon Ibragimov deb yozsangiz, Instagram kanalimizga chiqib keladi. Realni sotilgan narxlarni kuzatib o'tyapmiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday bosib qo'yasiz. Yuklagan videolarda hammasini qo'ng'iroqcha. Uni yoqib qo'yamiz bildirishnomani. Mana sotilgan narxlarda realni ko'rsatib o'tyapmiz. Qancha chiqib keladi? Bugun buna mollar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Musulmonjon Ibragimov do'stlar. Ko'proq Rossiyadalar biz. Buni ikkalasini ham aytavering. 11 million so'mga 9 million savdosi bo'lyapti. Tug'magan ha bular? Tug'maganmi? Tug'magan. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nech pul so'rayapti aka buni xalq? Ikkalasini 10 million so'mdan 9 ga 11 dan 20 million so'rayapti. Yoshiga yetganmi bu? Yoshiga yetganmi? Bu yetmagan. Aka nech pul so'rayapti Shvedda? 12,5. Necha oylik? 1 yashar aka mana. Aka nech pul qoldi buni savdosi? 11,5 so'rayapman, bermayapman. Nech pul bo'lsa ol deyapsiz aka? Bor deyapman. Qancha bor? 12. G'onajin nech pul qoldi aka hala? Molni o'zi olmayapti aytavering. Savdo bo'lgani yo'q, savdo bo'lgan. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nech pul qoldi? Sariq nech pul so'rayapti? 9 million qilyapti. 9 million so'm. Gap yo'q. Aka nech pul bo'lyapti? Nech pul bo'lyapti? Qancha? 8,5. Necha oylik aka? Ha? 8 oylik. Mana shuni 9,5 bo'lsa akamiz berib yuboraman deyapti. Gap yo'q. Aka nech pul qoldi bular? Assalomu alaykum. Siz hormang ishlar bular. Bu 9,5. Bunisichi? 11. 9,5 ga 11 savdosi bo'lyapti mana shu G'onajinlar. Aka yoshi nechida bular? Yoshi yetganmi? 1 yoshdan oshibdi. Aka nech pul qoldi? Assalomu alaykum. Nech pul qoldi bular savdosi? Sariqdagi alaniga aytavering. 8,5 ga 9 savdosi bo'lyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Jiyan, tag'angasi ham necha pul bo'lyapti bu?
Neç pul savdosi? 7,5 savdosi bo'lyapti. Nech tuqqan? Tug'magan, 10 ha? Başaklar. Ha? Surxon savdo yutqin aka. Mana bular 76 beraman dedim. Surxon savdo. Size buyuraman. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'rayapsiz? Assalomu alaykum. Nech pul so'radingiz? 72 so'rayapti. Nech pul? Ha, siz bu yoq so'rayapsiz. 7 million 200 so'rayapman. Qancha qoldi aka? 500 mi? 7 million 700 so'rayapti, 72 so'rabdi. Assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti savdosi aka buni? 8,5. Nech pul bo'lsa ol dedingiz? Ko'ngil nech? Ha, 8,5 bo'lsa ol deyapsiz. Nech pul so'radi? So'radimi? 8 million so'm so'rayapti. To'g'ri gapiryapman-ku. Bor, yotsangiz bo'lmaymi? Assalomu alaykum aka. Nech pul savdosi bo'lyapti? 7,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Necha oylik aka bu? Bir yashar. Akamni ham olaysiz. Aka nech pul bo'lyapti bu? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Savdosi. Qaysi kerak? Surxon savdo YouTube kanali aka. 7 million 200. Necha oylik? Necha bizov? 5 oylik buzoqcha. Gap yo'q. Nima yaxshi? Mana. 7 million 200 berilmayapti bu. Ha? Bizov katta o'rtingan mol. Gap yo'q, savdongiz bersin. Aka chibet necha bo'lyapti? 6,5 savdosi bo'lyapti. 7 million bo'lsa olyapti. Gap yo'q. Aka nech bo'lib qoldi bu? Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapti? 6 million 50 ming. Necha oylik? Necha oylik? 4 oylik buzoqcha mana. Yosh Surxon savdo YouTube kanali. Surxon savdo. Obuna bo'lib qo'yingizlar. Xormangizlar. Nech pul so'rayapsiz? 5 million 600 so'rayapsiz. Nech pul qoldi oraga? Nech pul bo'lsa ol deyapsiz? 6 million bo'lsa ol deyapsiz. Necha oylik aka bu? Necha oylik? 6 oylik. Bilishlaringiz mumkin. Aka nech pulga olindi? Ha, nech pulga olindi? 6 million 850 ga olindi. Aka nech pul savdosi bo'lyapti buni? Qancha? 6 million so'm. 6 million so'rab turibdi mana shuni. Do'stlar. Aka nech pul savdosi bo'lyapti? Yaxshi 8 million. Gap yo'q. Mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi desa, do'stlar mana shuda. Necha oldim dedi? 8. Hormangizlar, yaxshimisizlar? Nech pul savdosi bo'lyapti? 72. Oraga qancha qoldi? Qancha bo'lsa ol deyapsizlar? Assalomu alaykum boya. Nech pul so'rayapti xalq? 6 million 600. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Hormangizlar. Nech pul so'rayapsiz? Nech pul savdosi bo'lyapti? 8 million 300 ming so'm so'rayapti aka. 5 oylik buzoqcha akajon. 8 million 300. Hozir gulini xizmatmagan bu. Olamagan akajon. Aka kim aka bo'layotgan bo'lsa aka 8,5. Ha? Mana shu ishidan chiqaraman aka. Ha? Bitta gulmi aka, 2 qop kepa aka, 3 ta beda priz bilan aka dastlabkasi ichga bo'yiga borib beraman. Gap yo'q, gap yo'q, gap yo'q. Dastlabkasi ichga aka bo'yiga borib beraman aka. Buzoqda qarang akajon, turishini qarang, turishini. 83 bo'lsa ol. Berolmayman akajon. Bundan bo'lsa akajon, bir dona gulmi, 2 qalta aka qozoqda kepayi, yo'q gapni eshitdik. Aka bir dona yerangoq priz bilan bitta beda priz dastlabkasi ichga olib borib o'yisiga beraman. Bor akajon. Yo'q akajon, berolmayman akajon. Aslodan berolmayman. Men aka dangal mard odamni yaxshi ko'raman. Bu buyozma aka, bu qochib ketgan. Aka bu hali yo'lini xizmatmagan. Yo'q, Yo'lini xizmatmagan. Okira akajon bu. Okira hali qiz bola akajon bu.
Qorni kattaga bo'lma kerak. Ha, bu bol sotmaydi bu odamlar. Akajon men sochib berolmayman akajon. Foydasi yo'q akajon. Aka, o'zimdan chiqib ketdi aka. Elabsirimni ayollarga cho'g'alganlar nuqta bo'lmagan ekan asli. Berolmayman aka. Turishga qarang akajon. Mana savollarni qanday deb turibsiz? Berolmayman akajon. Yo'q aka. Ha? Mana do'stlar 390 kilo. Üç yüzde 40. Menga qara. 341. 341 mi? Yaxshi edi-da, shunga. Hech birga olmayapti aka shu endi. Normal. Joy beska? 242 ya, juvay yo'q. Ha, biroz tortib ko'ryapsiz. Ustam hayda. Rahat, siz 17,5 ga olib turadi. 5 minggacha odam uyaltirayapsiz-da. Assalomu alaykum. Aka nech pul bo'lyapti bular? Ha, savdosi. Qanchadan? Ho'kizchalar bular, ha? Bular urg'ochimi? Bu ham erkak, bu urg'ochi. Ha. Biri qancha bo'lyapti? Buzoq 51. 8 million so'm. Buzoq qolgan. Yer necha bo'lyapti? 67 million savdosi bo'lyapti. 6 million.